kim qiblaga qilmam otamni. Ko'nglimga olmay otamni bir shoxlab qo'yay. Ish yurishmay qolganda, dushman ortdan kulganda, do'stlarim yo'qlamay qo'yganda, yolg'iz madadkorim o'zim, suyangan tog'im, ishongan tog'im otamni. Понедельник или среду. Geling, tebrikler. Görüşmeyenler olsa kızaklar görüşüp koyun. Gelin. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя поем на сцене. Ты с годом не только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не Avvalambor assalomu alaykum. Tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Bizga kirib yuring. Xudo xolasa, yuzak shublingizda kelib tabriklab xizmat qilish bizga ham nasib etsin. Xudo xolasa. Yana bir bora tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Chiroyli bir konselt bo'lsin endi. Rahmat cho'tgan. Xo'p, bugun sizni tabriklash uchun yaqin insonlaringiz tashrif buyurgan. Shularning hammalaridan bir chekkadan tabriknomalarni, dilisxonlarini, she'rlarni eshitsak Xudo xolasa. Ruxsat berasizmi? Onajonimizdan boshimizdan kattalaridan Xudo xolasa. Uzoq umr ko'rsin, yonlarida oyi bor. Uzoq umr ko'rsin, yonlarida oyi bor. 100 yillik to'y qilmoqlik, to'y tashkil davrida bosh bo'lmoqlik to'y bor. Onajonimizdan yaxshi niyatlarni, tilaklarini, dilisxonlarini, iloji bo'lsa bir she'rlarni eshitib o'tamiz Xudo xolasa. Marhamat. Kudayım sağlama ilgisi. Varken paradayızla sağlama bulup geçtik bulup. Ama sayıyla hemen İzmir'e gün oldu diye onlara kudayım sağlama. Atan elden dur. Yaxşı. Atan elden dur. Oynak bir geçse doğuğa yılda bak bir gelin kudayım sağlama. Atala yaz belli sağlık belli. Duvarım koyup bir geçse. Sağ olun. Bak bu dismi. Rahmet. Rahmat chetigan niyatlar uchun, tilaklar uchun, tabriknoma dilisxonlar uchun alohida rahmat chetigan. Davom etamiz Xudo xolasa. Endi kimga beramiz siz navbatini? Og'ayni Nilobay, keling. Yaxshi niyatlarni, tilaklarni, tug'ilgan kunlar. Chaqonni gizib qo'yadi. Ha, gizib bering bir. Ishonch bordir so'zingizda otam, suyanganimsiz, ishonganimsiz, yuribman-da davringizda otam. Rahmat chetigan sovg'alar uchun alohida rahmat chetigan. Chiroyli ko'ylaklar tabriklab iloji bo'lsa she'rlar bilan marhamat. Yaxshi. Ben ana ömrünüz uzak olsun Xudayım. Şu 100 yaşa girgenler şunlar tebrikler bunlar. Allah Teala 100'den köp yaşları verir. Baktığımızda sağ salamat bulmayız Xudayım. Allah'ım Xudayım. Şimdi yaşı gelen göç nasip olsa versin. Baktığımızda ne yapmamızdan sağ bulmayın Xudayım. Hemen şuradaki de şimdi yaşı gelen bula versin. Tebriklerime yine millete. Yübeleyiz bilen.
Rahmat etgan niyatlar uchun, tilaklar uchun alohida rahmat etgan. Endi so'z navbatini kimga beramiz? O'zing farzandlari bo'lalang, shuni alashmasam. To'rasida qo'sha ma'lumot siz xursand bo'lib turing, Xudo xolasa. Keyingi yil tug'ilgan kuningizda sizni umra xas safarlarga yuborgining holi bor. Katta farzandingizdan yaxshi niyatlar, tilaklar, rizqlari, iloji bo'lsa otajonimizga bag'ishlangan she'rlar bilan ko'rsatdilar marhamat. Tabriklayman. Shohon bilan qo'shnilarim baxtli bo'linglar. Ilohim ochganingizga shu yaqin shu yillarda shu ikki oylar ichida umraga borib kelishlar. Ilohim Xursand bo'lsa jilmayib kulay, otamni bir quchoqlab Rahmat etgan niyatlar uchun, tilaklar uchun alohida rahmat etgan. Rahmat Xudo xolasa. suyangan qalbim, ishongan dog'im otamni davlatim baxtligini tilagan man otamni Rahmatimiz Xudo xolasa yana endi jiyanlari benzagan so'zlar batara Xudo xolasa. Oltingilar rahmat. Fırata tabriklayman sizni. Yana ko'p yillar shunga bayramlarni ko'rib o'tirishni nasib etsin. Ko'p yillar yana shu doğan gününüzde tabriklab o'tirishni nasib etsin. Gül size tabriklayman. Qo'shasin otamni bir quchoqlab qo'yay. Omonatu g'aflatda qolmay. Rahmat etgan. Davlatimiz yana Xudo xolasa do'stlasam jiyanlar bo'yang. Rahmat bormi yana? Yo'q, bunda farzandlar o'sa endi yana. Bormi? Xo'p, bunda farzandlar o'sa Xudo xolasa. Shuningdek qizingiz bor, qiz desa arzig'ay. Shuningdek qizingiz bor, qiz desa arzig'ay. Agar borsangiz uylarni qidirib, jumla baraka doydirib, otajonima, mehribonima hech kim bermagan sovg'ani o'zim beraman deb turibdilar Xudo xolasa. Qizingizdan yaxshi niyatlar, tilaklar, rizqlar, otajonimizga bag'ishlangan she'riy tabriklar bilan. Marhamat. Başımda siz bakmayın, hiç kimse yüzümüne karamaz. İki tekesini var, iki tekesini hayırdan birisi size girirken, nereden başında durmazsın. Ben şu ağacın olma ilişken bozam, sizden üstken kabiliyetim, akıbetinde iliştim. Şunu neticede sizde. Üzüm işlese bunun ben de Türk Fransız bir hesabıdır. Tarihim ben sizden, 99 Fransız sizden. Sizin kızı eken nereden bakılan doktorluk kızından da nereden bakılan dünyanın ben. Şu adamın kızı olsa benden ne iş kazan böyle haz etmedim ben iken bak. İlahim cennette taş giyiz işleşir etsin Allah'ım. Bunu yakış yüremeyke. Aklınızda böyle ettirip oturmayı sizler benim başınızda kaçınız bulup durun. Rahmat etgan tilaklar, niyatlar uchun alohida rahmat etgan. Do'stlarim yo'qlamay qo'yganda yolg'iz madadkorim o'zim suyangan bog'im. Rahmat etgan niyatlar uchun davatamiz shu o'rinda yana oila a'zolari bilan davom ettirsak. Umr yo'ldoshingiz, juft halolingiz, tekadoshingiz dedi-ku. Ayolingizdan yaxshi niyatlarni, tilaklarni, iloji bo'lsa sevgi izhorlari bilan birgalikda she'rlar aytib o'tsangiz Xudo xolasa. Marhamat. Tabriklayman sizni. Ko'p yoshlarga kirgaysiz. Xudoyim eng farzandlarimizlarni o'ylantirib, cho'g'liqlarni rohatini ko'rib o'tirgaymiz. Kuningizda ne niyatingiz bo'lsa niyatingizni yetkiring. Har muvofiq. Sog' bo'ling, vaqtimizda bolalarimizni sog' bo'ling. Rahmat etgan. Rahmat. Hepinizden koşaklarsın, ömürler uzak olsun.
Qo'shaqarisizlar. Hamma o'yindan yaxshi kunlari kelavergaydi. Mulayim hech kim kasal bo'lmasin. Shu bolalarni mesela o'ylatib, Молодцы, барку за камерой. Hayatçı rahmat. Hayatçı rahmat. Devam edelim. Şimdi bakın size zaten Xudo xolasa. Xo'p. Xo'p, hammaga rahmat katta tabrik da'volatlar izhorlar uchun alohida rahmat katta. Endiki navbatda galiningizga bersak. Chiroyli qilib otajonim videorolik tayyorlab ko'p mashina eshittiraman hammaga Xudo xolasa. Xonadonda avtobi uyini hozir javobi Orsulona kattasi otamizni, onajonimizni Libimiy sotsi, to'g'rimi? Sotdi galinlardan tabriknomalarni eshitamiz endi Xudo xolasa. Qo'ying videomizni. Ushbu Qur'oni Karimni Makka mukarramada Masjidul Haramda Azizov Quvongan Boltovoy o'g'li nomlangan kelinlar Muhayyo nomida tug'ilgan kunlari munosabati bilan vaqf uchun joylaymiz. Bu Qur'onimizni shu joyda qoldiramiz va kimki kelib o'qisa har bir harfi uchun Quvondiq akamizning uylariga savob yog'ib turadi. Shunday go'zal savobni qaynotalariga hadya qilgan Muhayyodan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh kelasi safarlar shu joyga oilaviy kelib birgalikda duo va taqdirlik nasib qilsin inshaalloh. Rahmat, chiroyli bir tashabbus, rahmat. Kattaga shuncha niyatlar uchun, tilaklar uchun bejiz niyat qilmoqmiz. Keyingi tug'ilgan go'zal Xudo xohlasa umri har safarlardan sog'lom kelib turibdi farzandlar adashmasam. Xudo xohlasa umrim kelib tabriklar bizlarimiz topshirib qo'yamiz nasibasa Xudo xohlasa. Xo'p, tabriknoma tugagan bo'lsa, so'z navbatini endi o'zingizga bersak. Shu surprizni bizlarga tashkillashtirish uchun juda ham yaqindan yordam bergan farzandlaringizga, oila a'zolaringizga, yaqin qarindoshlaringizga barchalarni chiroyli tilaklaringizni, niyatlaringizni, dilizxonlaringizni aytib o'tsangiz. Marhamat. Rahmat, katta rahmat. Shu vaqt kunlaringizni ziyorat qilmasdan kelib, shuning bir muvaffaqiyatlarimizni hammangizga katta rahmat. Doim turib, hammangizni yaxshi kunlaringizni, oilangizni yaxshiligingizda o'tib, oilamiz bilan, bola-chaqamiz bilan borib xizmat etmang. Alloh taolo hammamizni nasib etsin. Aytgan shu tashriflarni Alloh taolo sifatga qo'yamiz. Ondan olib oila bilan katta oila bo'lib birgalikda bo'lmoq hammamiz nasib etsin. Katta rahmat hammalaringizga. Bu narsaning to'g'risi ketganim yo'q edi. Kutilmagan narsa 10 kun bo'lib ketdi. O'ta qiziqarli bilan xursand bo'ldim. Ko'p xursand bo'ldim. Xudoy taolo hammamizga uzoq umr, vaqt solib, ko'p yoshlarni yetkazsin. Hammangiz oilangizda yaxshi kunlar bo'lsin. Katta rahmat, xizmatingiz olsin. Rahmat edim. Chiroyli o'tasiga olsin, endi rahmat kattaga. Niyatlar uchun, tilaklar uchun alohida rahmat kattaga. Xo'p, bugun tug'ilgan kun, bugun quvonchli bayram. To'g'rigan oldingiz, tabriklarni eshitib qoldingiz. Endi bir o'yinga yig'ilsak bo'ladimi? Buni davrada sen sakraman chiroyli qo'shgan. Aklımda kırık yüzün celal Kastımda kaşın yaklursan Kastımda kaşın Gözü karşı karalını Dağlarından dağlarından Gözü karşı karalını Dağlarından dağlarından Yazdı çarpağını Dağlarından dağlarından